Padaringga chalpaksan Gandinini oyog'ingga kiyib yur, zax o'tib ketadi. Gandini! मेरी सांसों में तू है समाया मेरा जीवन तो है तेरा साथ Manaqacha kim? O'lib qolsanga manaqacha kim? Kim bu indizki bashara? Ota, men bu bilan Hindistonda ahd paymon qilganman. Bo'lajak keliningiz. O'ldi sharmanda. Ismi nima buni? Kamila Kayf. Kayfda tug'ilganmi bu? Manga qaragandini. Oyoq yalang yurding indamadim. Ishtonsiz yurding, vijdonsiz indamadim. Ismingni o'zgartirding indamadim. Endi bunisi ortiqcha. Tur yiqolsin uyimdan ko'zimga ko'rinmasin. Otang meni tark etdi, indamadim. Onang meni tark etdi de indamadim. Bir chin dil sindur qadrini qayerdan ham bilaysiz? Shevana o'yiniki-ku. हाँ तुमसे प्यार है ये तुमसे प्यार है हैं Kampir. Magnitli buraya ta'sir qilyapti bularga. Serios. Pyar hai, zindagi, shota hai. Ya rohat, kayfovat, maishat kim edi buning ismi? Kamila Kayf ota. Kamila kim nima qilyapsan qizim? Kirlaringizni yuvayapti. Ya o'lsa kir yuvmay. Kampir bironasi deb bunga? Hay Kamila Kayf qizim, kirlaringni timsinda yuvgin. Buni gellari bor, kapsulalari bor. Kiyimlaringdan atir guldi hidi keladi. Kiyimlarni toza yuvishini ham aytgin. Yumshoq qilib yuvadi. Allergiya ham chaqirmaydi. Narxi ham qimmat emas. Shunday yuvgin, zo'r yuvasa. Kamila Kayf nahi. Paxe. Paxe. Paxa deydimi? Ana sizga ko'pi. O, kofemi? Asta, issiq. Ay, buncha shirin. Bu uyimizda kofe yo'qdi, qayerdan damlading? Ana Kamila Kayfni ko'zasining ichida ko'pidan damladim. Zo'r ekan, original ekan. Qotillar! Tinchlikmi kelin? Bu ko'zada otamni hoki bor edi. Qani? O'ldi!